Siz uchun yangi smartfonlarni O'zbekiston bo'yicha arzon narxda berishga va'da beramiz. Chunki qarang 17 Pro Max'larni xohlagan rangingizda har kuni kolleksiyada olib kelamiz. Xudo xolasa har bir magazinimizda mingdan ziyod smartfonlarni yangi va ikkinchi qo'l ideal uslubdagi variantlari mavjud. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, House Mobile har doimgidek topilishi qiyin bo'lgan noyob smartfonlarda har kuni yangi kelgan tovarlarni ko'rsatadi. Bizning do'konimizda vitrinamiz to'la mingdan ziyod telefon bor, lekin biz har kuni yangi kelgan tovarligini ko'rsatamiz, mijozlarga manfaatli va qiziqarli va yangilik bo'lsin degan maqsadda. Aynan Galaxy S21 lar hozirgi paytda narxlari tushgani uchun ko'rsatyapman. Yangi partiyamiz kirib keldi. A+ holatda kirib keldi. Bironta petnosi yo'q. Bunaqa yangi holatda, bunaqa ishonchni oqlaydigan, bunaqangi ishonchli magazin, ishonchli smartfonlarni olar ekansiz. Men sizga O'zbekistondagi eng qulay narxda $195 A+ segmentda eng asosiysi xohlagan rangingizda assortiment qilib bera olaman. Inshaalloh S22 larni shu jumladan qora va oq klassik uslubga ega oq va yumshoq binafsha ranglarni $250 dan qilib beraman. Bu smartfonlar Snapdragon 8 Gen 1 chipiga ega, salafanlari hattoki olinmagan. Bu smartfonlar ishonchingizni albatta oqlay olishiga 100% qalban ishonaman. Chunki bu smartfonni o'zim shaxsan ishlatib ko'rgan inson sifatida ishonib gapira olaman. Esigima aminus holatda $170 ga ideal bo'ladi. Ozgina chexolozi bo'lishi mumkin, lekin salafanlari olinmagan A+ esa $195 ni tashkil etmoqda. Endi iPhone'larga zo'r chegirma qilib beray. Bir iPhone, bir Samsung, bir Honor qilsam qiziqarli bo'lsin videomiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsatay. O'ta noyob smartfonlarni o'tkazib yubormaysizlar. iPhone 6 ni kecha kuni 620 ga 128.92 sotdim. Bugun 128.96 ni $550 ga qilib beraman. A54 ni $200 ga yaqin sotayotgan edim. Bugun $150 ga qilib beraman. iPhone 1 Pro 270-260 sotilyapti. 240 ga 64 GB 91%. Galaxy 23 Ultra. Galaxy 23 Ultra bu oq rang emas, bu krem, bu o'sha trenddagi rangda. Men sizga har doim trenddan tushmaydigan rangni to'g'risi bu qora rangda o't olgan odam baraka topadigan va islomiy yashil ranglarini bugun chegirma narxda $490 da eSIMlargacha o'tgan variantda taklif etaman. Bu smartfon yangisi $1300 edi. Hozir men sizga $1300 da qanaqa holatda turgan bo'lsa, xuddi shunaqa holatda taqdim etib $130 ga beraman. O'z vaqtida $130 ga bu smartfonda chexolini sotganmiz. Bugun esa men sizga butun boshli Note 9 ni taklif etmoqchiman. Aynan sizga iPhone 4 Pro Max 128-87% yangidek holatda ishoning, men bu berayotgan narximni qimmatga olishga tayyorman. $575 ga. 575 dan даже qimmat ham olyapman, hurmatli obunachilar. $635 ga 15 Pro Max natural yangisi. $87 ga 120 Hz A05 A5 modeli professional tanlov. S15G 165 sizga chegirma narxda eng kam sotilgan narx bilasiz. 155 ga beraman bugun. iPhone 10 Pro 380 qilib beraman 128.93%. 11 Pro Max esa $255 ga 64-100 absolut yangidek holatda. 21 Ultra sizga bugun titan rangi deysizmi? Qorasi deysizmi? $290 dan xudo xolasa qo'ldan kelgancha chegirma qilib beraman. iPhone 4 Pro 128 90% eSIMgacha o'tgan $505 evaziga men sizga bitta smartfon bilan faxrlanib ko'rsata olaman. Siz bunaqa holatda butun O'zbekistondagi Koreyani o'zidan topishingiz qiyin. Salafanlar olinmagan 22 plusni 340 dan kam sotmayotgan edik. Bugun esa 270 ga. Haqiqiy arzon narxga. A17 yangisi 6 ga 128 talik 210-215 sotilyapti. Men sizga 8256 ni 195 ga beraman. $245 smartfon hozirgi paytdagi aktual ishonchni oqlay bilgan. Hattoki bizda Vivo Y29 full holatda o'ta noyob rangda $155 ga pulga 100% arziy oladi. Honor 200 Lite narxi atigi $140 ga. Shunaqa yangiki telefonda bitta nuqson topsiz, smartfonni bekorga berishga ham tayyorman. Smartfon A53 $143 ga yangidek A+ segmentda. 128.92% aynan 13 Pro Max ni $599 ga. Siz uchun iPhone 14 Plus ta'kidlab aytaman, 14 Plus iPhone 13 narxidan arzon. Narxi esa chegirmada $339 ga. $339 ga to'g'ri eshitdingiz. 128 GB li 93%. Aynan sizga Poco X7
Bu oddiy emas. Bu haqiqiy Poco'ni uchun mo'ljallangan qora va sariq kombinatsiyasi. 12 ga 512 talik, $229 ga, A73 $165 ga ikkita A17 dan ko'ra kuchliroq bo'lgan professional uslub. Aynan sizga 128 GB 93% narxi $250 ga yangidek iPhone 1, $99 ga iPhone 8 modelimiz, 128 emas 64, lekin O'zbekistonda ishlamagan, sim narxi ham o'tgan, o'ta yangi, bitta nuqtasi ham yo'q, $259 ga. Smartfonlarimiz nihoyatda ko'p, katta assortimenti mavjud. Bu bizni asosiy filialimiz emas. Bizni asosiy filialimizda bundan katta chegirmalar mavjud bo'ladi. 24 Ultra emas, 23 Ultra narxida atigi $545 ga berishga tayyorman. Va bunaqa chegirmalarni eng zo'rlari birinchi filialda. Siz hozir Telegramga o'ting va bu filialdagi smartfonlar har birini birma-bir ketma-ketlik ila rasm, video, xususiyat, narx, batafsil ma'lumotlar haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Biz sizga har doim qulaylik va sizning manfaatlaringizni o'ylovchi, 20 yildan beri har bir mijozni rozi qiluvchi magazinmiz. Albatta sizni ham rozi